Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, barchalaringizga xayrli kun tilab qolamiz. Qadrdonlar, bugun 2026-yil 26-may sanasi, hafta kunining ikkinchi kun, seshanba. Xudo xohlasa oqshom qo'yi ko'rsatgan bu kanal barkasi so'ydi go'shi kamarada shu haqida qisqacha ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, bir like bosing, iltimos, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Giramiz va sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Bu ortadan ringli kasabı yok mu? Ama Dünyada Assalomu alaykum Akbar Bey. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi geldingiz. Sog'ommisan? Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, oqshom ko'rgan bu kana go'shi kanalda tayyor. Xudo xohlasa, hammalaringizga bugungi Qurbon hayitidan bir kun oldingi Arafa kuni muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz qadrdonlar. O'kizni bu kana hamma qismini arqa kanalida turibdi. Satuva tayyor taraf bu yerda marazinlikda turibdi qolgan qismi. Xudo xohlasa, qaysi qismidan desangizlar ham yurak, bag'ir, suyak отдельный, lahm отдельный, qarın tuyak hamma qismidan bor, Akbarbek xudo xohlasa. Ramazan meni shuyda. Bir oy tushib xonaga. Akşam ko'kisini so'ydik, ama go'shtni kelib menlar sotdik. Dim yaxshi. Xudo xohlasa, azizlar, bemalol go'sha, buqa go'shini kelaverasizda. Bir like bosing. Iltimos, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Musofirda yurgan qadrdonlarim, yurtdoshlarim, altın başlarınız aman bo'lsin, ömür gününüzə, rizq rozunuzə Allah baraka ato qilsin. Hammaning ishini rivoj, Qurban hayiti bilan chin yurakdan, chin qalbimdan bütün yurtdoshlarimizni, obunachilarimiz hammalaringizni chin dildan tabriklaymiz. Yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Akbarbek, Rahmat, o'zingizni ham tabriklaymiz. ishlaringga omad uka. Abunasizman. Salomat bo'lgaysan.